Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Farg'ona viloyati Quvasoy shahar, xo'sh, Yangiobod MFA Nurobod ko'chasida ekanmiz. Bu yerda juda ko'pchilik arsif deb biladi. Oldingi nomi arsif edi. Biz bu xonadonimizga adashmasam biz YouTube tarmog'ida kuzatib chaqirgan 6 dona eshik, 4 dona fortichka, bitta eshik va juda ham chiroyli chiqqan katta terasga olib kelib o'rnatib berganmiz. Xo'sh, darvozaxonadan kirishimizda birinchi eshigimiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu spes zakazga yasalgan desa ham bo'laveradi. Odatda biz graf yo'llanmasam retipen qo'yamiz, lekin klientimiz Alprodan qo'yib bering, oldingisi Alpro bo'lganda deganligi uchun polni rost Alprodan olib kelib o'rnatib berdik ishlarini. Eshigimiz razmeri 92-26, ichkarigi o'ng qo'l tomonga ochilgan. Aynaklari 2 qavat oqqa yo'divi, tagi 2 kamerali PVC lamra bilan to'silgan va o'rtaga shotlangan gul terib berganmiz. Gulimizning nomi Toshgul katta, framugada kichkina tosh gulimiz bor. Ochilib yopishlari, ruchka zamoylarimiz Termo 65 Alivit Volde ruchka zamoylaridan va zamoygimiz doimgidek Graf firmasiga tegishli. Rezinkalarimiz SPS bosma rezina. Bu yerda yana ikkita fortichkamiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Razmeri 1.10 ga, balandligi 80. Ikkita ko'zli qilib, ikki tomondan ham ochiladigan qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Videoni davom ettirishdan oldin narxini aytib qo'yaman. Общий summasi 29 million so'mga tushgan. 29 million so'mga arziydimi yo'qmi? Buni kommentariyada bemalol yozib qoldirishlaring mumkin. Ko'rishlaring mumkin. Uyimizning oldi vitraji, ya'ni teraskasi. Juda ham chiroyli, juda ham bahaybatli chiqdi. Xo'sh, ma'lumot berishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Eshigimizning общий eni 3 metr, balandligi 2.90. O'rtaga 1.30 lik teng 2 qanotli eshik joylashtirganmiz. 2 boy ko'zi 80 dan teng qolgan. Xo'sh, bu teraskamizda har bittasiga shotlanka gold svetda, o'rtasiga kichkina tosh gullardan qo'yib, shotlanka bilan bezak berib chiqqanmiz. Eshigimizga ajrab turishligi uchun o'rtaga bitta katta gul, tepa-pastiga kichkina guldan qo'yib berganmiz. Ruchka zamoylarimiz o'sha qaytarib o'taman. Volde zamoga, Graf zamok, Volde ruchka, SPS bosma rezinalar bilan jihozlangan. Aynalarimiz 2 qavat oq butilishli M1 Quvasoydan chiqqan aynagimiz bilan jihozlangan. Butilishni solganimizga sabab ancha salqinda usha beradi ham oddiy oq aynakka qaraganda, rangi ham o'ta chiroyli chiqadi. Patagonga qo'yib berganimiz paytga Taygo firmasiga tegishli 30 lik antrazit G306 ning o'zida bo'lgan. Bakovoylar aylantirib o'tkazilgan, Patagoniyaning oxirigacha uzmasdan, xudo xolasa chokini bilinmaydigan qilib qo'yib berganmiz. Romlarimizni har bittasida bittadan ochilish qo'yib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Delfin ruchkalari Graf firmasiga tegishli. Xo'sh. Patagonliklar ko'ryapsizlar, ulangan joyda ham hattoki kirishkalar bilan choklarni bekitishga harakat qilganmiz. Juda ham chotga chiqqan. Aylantirib penalari sepilgan, aynak germetika polni full holatda bitgan va ichkaridagi eshigimiz 90 ga, balandligi 2 metr. Ichkarigi o'ng tomonga ochilgan. Buni aynagini 2 qavat qilib berganmiz, bir qavatini arqon gulli solib berganmiz. Va bu tomonga kirish, bu dushovoyga kirish, bu ko'hnaga kirish. Ikkovi yonma-yonligi uchun ikkovini aynagini bir xilda qilib berdik. Buni ham aynaga 2 qavat oq arqon gulli solingan. Ikkita fortichkamiz orqa tomondaligi uchun oq qo'yib berganmiz buni. Biriga balandligi 80, buni ham ikkita ko'zli qilib, ikki tomondan ochiladigan qilib berganmiz. Va tashqi tomonga chiqish eshigimiz 90 ga, balandligi 2.10. Buni aynagini 2 qavat qilganmiz, oqqa yo'divi holatda bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, ayvonimiz romi 1.20 ga, balandligi 1.60, ikkita ko'zli bittasi ochiladi va orqa tomonga chiqib ketish eshigi 90 ga, balandligi 2.50. Tashqariga o'ng qo'l tomonga hisoblanadi ochilishi. Xuddi o'sha holatda bitgan. Ichkarida bitta bani eshigimiz bor. Oq. Xo'sh, ko'rishlaring mumkin. 75 ga, balandligi 2 metr.
ochilib yopilishi hamma yo'g'i cho'tki holatda bo'lgan. Bu ichkaridagi eshik akani o'zida bor edigan. Biz ustonovka qilib aynaklarni solib berdik va ichkarida yana bitta fortchkamiz bor. Bu oxirgi fortchkamiz hisoblanadi. Ko'rishlaring mumkin. Biriga balandligi 80. Ikkita ko'zlik, ikkovi ham ochiladi. Xo'p, banelarimiz eshigini ayniga bir qavat gulli bo'lgan, arqon gullik, hammasi bir xilda bo'lishligi uchun va qulflanishlari juda ham cho'tki holatda bo'ladi. Ruchka zamoylarimiz Graf firmasiga tegishli ko'rishlaring mumkin. To'g'risini aytinglar, baribir oldi ayvon boshqacha chiqdi. Juda ham biz kutgandan ham dashi ancha chiroyli bo'lib chiqdi. Xudo xohlasa. Biz bu klientimizning zakasini agar adashmayotgan bo'lsam 12-kuni kelib o'lchadikmi tog'a? 12-kuni o'lchagandik. 20-kunga va'da qilingandi. Bugungi chislamiz agar adashmayotgan bo'lsam 22. 20-kuni kelib o'rnada hamma yo'g'i full holatda olib kelib o'rnatildi. Faqat ayniga ayrim sabablarga ko'ra 2 kunga kechiktirishga majbur bo'ldik. Xudo xohlasa mana bugun olib kelib o'rnatib tugatdik. Tog'a, xo'p, videoga chiqmaysiz. Ishimiz ma'qulmi? Ha, rahmat. Aytilgan muddatda aytilgan narsalar keldimi? Mamnunmisiz biz ishimizdan? Sog' bo'ling, rahmat tog'a. Rahmat, aytganingiz kelsin. Agar kimga shunaqa montajli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, terasga eshik, rom quyidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Kubbokifa bilan qoling. Kubbokifa doimo sizlar bilan. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.